Bugun price action ya'ni narxni harakati haqida tushuntirib o'taman. Buni har bitta trader bilishi kerak bo'lgan narsa hisoblanadi va bozorga analiz qilishidan oldin birinchi narxning qaysi tarafga ketishini bilib olish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni buyga yoki sellga. Buncha bizga kerak bo'ladi maksimum narx va minimum narxlar. Xo'p, minimum narx 38.85 va maksimum narx 39.13. Agar shu 39.13 maksimum narx buziladigan bo'lsa, yangi maksimum hosil qiladigan bo'lsa, bu buyga yana ketish ehtimolligi bo'ladi. Biz uchun kerak bo'ladi Fibonacci retracement. Oldingi mavzuda tushuntirib o'tganman, qanaqa qilib Fibonacci'ni ishlatishi va nastroykasini qanaqa to'g'irlashdi. Xo'p, 0.618 dan 0.382 gacha bo'lgan zona buy zona hisoblanadi. Lekin kichik time frame'ga o'tgan holda tasdiqni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Shu zonadan buyga kirib shu TP1 maksimumgacha yoki Fibonacci'ni tortgan holda 618 ikkinchi TP qilib qo'ysak bo'ladi. Bozor faqat buyga ketmasdan o'zgarishi ham mumkin. Qachon o'zgaradi? Bu oldingi minimum narxi buzgan holda va yana откат berib yana pastga ketadigan bo'lsa sellga o'zgaradi va biz yana Fibonacci'ni tortgan holda uni shu zonadan kirishimiz mumkin sellga. Bu buzgan maksimum buzilishi BOS ya'ni breakout structure strukturaning buzilishi hisoblanadi va bu minimumning buzilishi market structure shift ya'ni marketning bozorning o'zgarishi ya'ni buydan sellga o'zgarishi hisoblanadi. Har bitta time frame ko'rib chiqqan holda biz tasdiq olsak bo'ladi. Masalan 4 soatlik buy ketyaptimi? 1 soatga o'tkazamiz, u ham buy ketyapti. Ikkalasi yoki uchalasi bir xillikda keladigan bo'lsa, buy beradigan bo'lsa, buyga faqat signal qarash kerak bo'ladi. Agar sizga signal kanal kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegram kanaliga o'tib daromad qilishingiz mumkin.